Bu baribir noto'g'ri qaror. Bu bizni qarorimiz emas. Bu odamlarning qarori. Ularni bu yo'ldan qaytarishimiz kerak. Endi juda kech. Bormizmi, yo'qmizmi? Endi ularga baribir. Ularning hayotiga begonamiz. Lekin muammodan qochish kerak emas, ularni hal qilish kerak. Muammo bizlarda emas, odamlarda. Muammo odamlarning boshlarida. U yerda esa biz uchun joy yo'q. Axir Bo'ldi endi. O'zingni qiynama. lekin meni hali hech kim o'qigani yo'q. Bunaqalar oramizda millionlab. Baribir urinib ko'rish kerak. To'xta, shoshma. Iltimos, o'tkaz boring. Marhamat. Keyingisi. Biz ham kiraylik. Xo'sh. Tezroq yuringlar. Tezroq bo'linglar, bizga ham navbat kelsin. Navbatdagisi. Birinchi qator ikkinchi joyga marhamat qiling. Rahmat. Birinchi qator birinchi joy sizga muntazir. Rahmat. Marhamat. Menga tegishlilarni tezroq o'tkazib yuboring. Albatta. To'xtang. Sizga kirish mumkin emas. Nega endi kirish mumkin emas? Negaki siz ro'yxatda yo'qsiz. Odam o'zini uyiga ham ro'yxat bilan kiradimi? Tushunmadim. Bu meni uyim. Men o'z uyimga kirmoqchiman. Ichkarida meni do'stim kutyapti. Afsusdaman. Endi siz ham, oilangiz ham ichkariga kira olmaysiz. Bekorlarni aytibsiz. Do'stim ichkarida. Men va oilam ham albatta uning yonida bo'lamiz. To'xtang. Nima qilyapsiz? Uni do'stini oldiga kuzatib qo'yinglar. Qani yo'qolib yerda. Mana seni do'sting. Seni ogohlantirgandim. Sen kimsan? Yo'q, kerak emas. Endi men ham uysizman. Nega ularni ichkariga kiritding? To'xtatib qolishga bir o'zimni kuchim yetmadi. Nega meni yordamga chaqirmading? Menga yordam ber. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا